Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Madina shahridan alangalik salom. Bugun 25-yil 8-mart soat 10 kechasi Madina shahridamiz. Usta Komil akani mashalloh tabarakalloh taqvoli halol kolbasalari yetib keldi. Usta Komil aka, assalomu alaykum. Mana taqvo kolbasalaringiz yetib keldi. Mana qabul qilib oldim. Bular hozirgisi juda ham a'lo tarzda hamma barcha musulmonlarimizga umra hajga uzoq safarlarga chiqayotgan musulmonlarimizga taqvoli Usta Komil akani taqvo halol pokiza kolbasalarini tavsiya qilaman. Ichida kashnij, zanjabil, har xil halol giyohlar qo'shilgan. Juda ham mazasi, qo'lingizda ko'rmasin. Mana hamrohlarim bilan kutib oldim. Mana halol kolbasalaringiz yetib keldi. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Ahlan sahlan Madina Munawwara. Jazakalloh xayr. Marra laziza, halwa. ايش رايكم؟ Halwa. Mashallah. Mashallah. Bilafiya. Mana o'rtoqlarim bilan xush ko'ryapmiz. Mana bularga ham yoqdi. Bular ham o'sha kolbasalaringizdan olib kelsangiz, opamaga ham, bizlarga ham mana o'qilas degdi. Mana bularga ham rizq nasibasi bugun haligi qilgan ekan. Mana o'rtoqlarim bilan yeyapman. Mashallah. Usta Komil aka, Alloh omadingizni bergin. Kolbasaga gap yo'q. Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh.